Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, Markaziy Osiyo hayoti, dunyo xabarlari, xalqaro jarayonlar, tahliliy suhbatlar, siyosiy ijtimoiy mazmundagi qizg'in munozaralar. Toshkent vaqti bilan kechki 8:00 da. 19, 25, 31 va 41 metr qisqa to'lqinlarda. Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Ob-hayot uchun kurash. Suvga talab tobora katta. Lab bo'yoqlari xavfsizmi? Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Suvsiz hayot yo'q. Sanoatlar rivojlanar, yangilari paydo bo'lar va kengayar ekan, katta miqdorda suv kerak. Masalan, neft yoki muqobil energiya sohalarida. AQShda bu masala yechimi uchun nimalar qilinayotganiga nazar tashlasak. Konchilik, mahsulotni tashish, jihozlarni sovutib, moylash va ta'mirlash uchun suv zarur. Yadro zavodlarida elektrodlarni sovutish va turbinalarni ishga tushirish uchun bioyonilg'i sohasida esa ekinni sug'orish, fermentlash, etanol kabilarni ishlab chiqarishni ham suvsiz tasavvur qilish qiyin. Per megawatt hour, coal uses 500 to 1000 gallons. Ko'mirdan soatiga 1 megawatt energiya hosil qilish uchun 4000 dan 8000 litrgacha suv kerak. Suv yo'qmi? Energiyaning deyarli hamma turi ham yo'q deyish mumkin. Hatto muqobil energiya manbalari, jumladan quyosh panellari shunga muhtoj. Texnikani sovutish va tozalash bor axir. Bu ehtiyojlar natijasida Kaliforniya, Massachusets va boshqa shtatlarda ayrim GES va AESlar vaqtincha yopildi. David Brown Amerika janubida okean va atmosfera tozaligini kuzatuvchi dasturni yuritadi. Bu loyihalar natijasida iqlimdagi har qanday o'zgarishlar qayd etib borilyapti. Issiq shtatlardagi jazirama oxirgi bir asrda eng og'iri deb ko'rilar ekan, bu energetika sanoatini ham jildirishi aniq. Energetika kompaniyalari suvdan tejab-tergab foydalanishga majbur bugun. Ko'mirni tozalovchi fabrika bo'ladimi, tabiiy zaxiralarni qazib olish bo'ladimi, haqiqat bilan hisoblashishga majbur. Iqlim o'zgarishda davom etgani sari kompaniyalar ob-hayot bundan keyin kamayib borishini biladi. Amerika qishloq xo'jaligi ham suvni energetika sektori bilan deyarli teng iste'mol qiladi. Zulima Palacio, Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi.